Bular qanchadan bo'ldi aka? 234 ming pul bo'lib turdi onlar. Assalomu hurmatli bizning do'stlar YouTube kanalining ko'ruvchilari, to'g'onlar, biz sizlarga bugun Novxatdagi cho'p bozori tartib ko'rsatib beramiz. Bugun 9-aprel bo'lib qoldi negizi. Anan to'g'onlar, sizlar bizning kanalga so'zsiz qattiq bo'lganlar, podpisatsiya knopkasini bosib qo'yingizlar, bosmaganlar. Anan bir-birdan like'ni bosib qo'yingizlar to'g'onlar. Çöptü qancha deydi akalar? Çöpler 260. 260 so'm ekan, ha? Nocha? Bu da 260 so'm ekan, to'g'onlar. Ha. Yaxshi. Bedeler qanchadan bo'lyapti? Samonning bahosi qancha ekan aka? 200 so'mmi? Ha, 200 so'm ekan samonning bahosi. Mana. Tak. Çöp qanchadan bo'ldi akalar? Ona yegas geldi. O nar geçmezse satıldı. Qaysi ekspersi? O nar. Qanchadan ketdi? 260 ta. 260 so'mdan to'g'onlar ekspersi. Aka ko'rsatib qo'ying sizlarga. Nimaga chöp bu? Ekspersi. Bu sotildi aka shunda? Sotiladi. Qanchada o'tasiz bahosini? 250 so'm kemi bor ekan to'g'onlar. 250 so'm. Çöp qanchadan bo'ldi kana? Qanchadan bo'ldi aka shu? 250'den kaç ay oluyor? 1 aralar 100 tane oldu. Ha, 250 so'mdan çöp aralash bo'lyapti to'g'onlar. Beda 350 so'mdan ekan. Ha. Eski burada. Ya sotildi bu? Ya qanchadan sotildi aka shu? 200 so'mdan to'g'onlar. Hadi. 200 so'mdan sotildi. 200 so'mdan sotildi. 200 so'm mu? Ha, o 200 so'mdan. 200 so'mdan. O, bunlar yerde dağı. Ya senden mi çöpler? Sağlamak bunlar. Ya çöp kaça oldu da çöptü? 300'den kemin var. Bedeleri mi? Eksport eder. Eksperset 300 so'mdan. Bedeçe? Bedeler 320 oldu. Qana beden? Olacak. Taza bede mi? Birinci orak. Birinci orak to'g'on. Samanchi saman. Tamam da. O son aytib qo'ying dedim. Azizlar 250-280 so'mdan. Ha, bunaqa bedesi. 180 so'mdan. Ha, son aytib qo'ying dedim. 180 so'mdan beradi ekan to'g'onlar. Ne olacak? Bular 320, 310'dan verir. Birinci orak ha? Birinci orak. 310'dan Birinci orak. verir. Ha, 300 so'mdan ber. Yo'q, qiymat. Ya buna qancha ekan oq çöp? Bular 260, 250 Ha, 260-250'den beradi ekan. Ya telefon nomerini da aytib qo'yasizmi? So'raganlar ko'p bo'ladi da. 0557 Aha. 49 69 15. Uşulcar bardığı seneki başında. Bunlar get onlar. So'raganlarga uşulcardan kelaverasizlar. Yaxshi. Qanchadan? Bular qanchadan bo'ldi aka? 234 ming pul bo'lib turdi onlar. Oko. Yaxshi. Ya qancha bo'ldi aka shu? 68 ming tonna. Torpaq urvaç ekan. Torpaq urvaç ekan. 68 ming so'm. Ha. Ya qancha bo'ldi aka ne bola? 122. 122. Еще bo'z o'xshaydi, ha? Bo'z ekan, torpaq urvaç ekan. Buni hojim bo'lib qoldi. Ha, qo'y qancha bo'ldi aka?
13.000 so'm bo'ldi. 13.000. Бұл uy qancha oldu ekan, ene bola? 73.000. Torpa berge ekan, ha? Sizniki qancha oldu qo'y ekan? 15.500 so'm bo'lib tur. Qancha oldu? 67.000 so'm. 67. Torpa urg'achi. Nega? Negizi tuğanlar şunday realdi bolalar жақсы negizi. Anığı bilinет. Qanchaga aldı, qanchaga satıldı. Tuğanlar, dağda ele bizning kanalga qattалбаганlar qattалып qo'yingizlar. Hozir men sizlarga bu chiqarishda No'qatdagi mol bozorida tartib ko'rsataman hozir.